Assalomu alaykum, hurmatli Sadoqat shop kuzatuvchilari. Ayni damda do'konimizda bo'lib turgan aksiyalar bilan sizlarni bir tanishtirib o'tib ketaman. Albatta, reaksiya bosishni unutmanglar, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga mana shunaqa chidamli bo'lgan termizlarimiz keldi. 2 litrligini narxi atigi 70 ming so'm, 3 litrligi narxi esa 85 ming so'mdan va bizda mana bunaqa Xitoy termizlarimiz keldi. Narxlari 45 ming so'mdan. Hammaga ma'lum bo'lgan o'sha bagema savatchalarimiz sizlar uchun 30 ming so'mdan qilib qo'ydik. Bemalol kelaverasizlar. Bu ham hali hammasi emas. Bizda mana 7 talik 75 ming so'mlik naborlarimiz narxi 75 ming so'mdan va eng katta aksiyaga qo'ygan chopperlarimiz 308 litrda narxlari 85 ming so'mdan zing'illab kelib olib ketishlaringiz mumkin. Va eng katta aksiyaga qo'ygan mana bunaqa 3 talik qozon naborimizning narxi 120 ming so'mdan. Yana nima aksiyaga deyapsizmi? Mana bunaqa Emerland Brilliant Arshadan ishlab chiqargan 6-8 litrli Tefal termizlarimiz esa 150 ming so'mdan qilib qo'ydik. Hurmatli kuzatuvchilar, shunaqa aksiyada do'konimizga kelmasalar qachon kelmoqchisizlar?